hamdasi Instagram o'sha javohir videoligim sezsa mani o'zim ko'rgan qo'llarim bilan mana shu uyimizning ko'rib chiqamiz. Qani borsam ketdi. Mana shu yuzida qolganman. Qoch! Hatta poliz beta basa qilmoqchi edim, vaqtim yetmadi. Bu yerda osh qaynamana va tort o'tiradigan joy. Va bu yerda o'tirib televizor o'tirsam, mana televizor. Endi bu yerda bir narsa bor. Xonam va ya'ni kompyuterim ham bor. Do'stlar, bunaqa uylarni sizlar qurib bilarmidinglar? Hozirgi nimalar kerak bo'lgan ko'rsataman. Basga cho'rak. Yashil. Buning uchun Guruch. hos. Nasıl bilek? Maldini. Maradona. Dostlar, hos. Dostum var edi dostlar bu albatta bu ameliyatni yapıyor. Nima qilyapman do'stlar? Menimcha shunga o'xshaydi. Cici. Do'stlar, mana bu birinchi o'rinda turadi mana shu uy. Yoshday. Sarvarbek do'stlar, mashina hidiyot. Do'stlar. Yoshday bitta bir son. Bu sonda birinchi o'rin. Buni qilgan xuddilar bo'ling. Men sizga kerakli do'stlar. Ostlarga quraman. Gerizaki. Do'stlar, nima kerakdi? Do'stlar, ovozga e'tibor bermaysizlar. Qayta bir qo'shiq. Qo'shiqdan bu qo'shiqda faz trend bo'lyapti. Hozir eng trend qo'shiqni qo'ysangiz eshitib o'tirasiz qisib. Do'stlar, nima qilib ketaydi-da Sarvarbek? Like bosib olishingizdan chiqmasin. Qanchaga ham o'g'rek eshik do'stlar shunday nima kerak? Gerçi bilmiyorum. Nerede şey? Ya blok. Zidane. Fotomu verin. Do'stlar. Kezzaga nima kerak? Gul kerakmi va boshqa bilan. Do'stlar, unisini keyingi videoda ko'rsataman men. Qanday qurilishini birinchi o'ringa qo'ydim do'stlar. Unisini keyingi tagda ko'rsatamiz. Xayr.